qimor o'ynaydigan odamni dadasi, ayasi, akasi, ukalari uyda o'tirib, bolam shu eshitib qoldi, qimor o'ynayapsan ekan. Shu yaxshi narsa emas, o'ynamagin desa ham bo'pti deydi. Baribir xud qilib, iloji qilib jicha-picha urib turadi-da, sababi unga bu kasallik dard singar bo'lib qoladi-da. Endi bu videoni ko'rayotgan odam xudo xolasa unaqa inson emas, tarbiyasi zo'r inson. Hammasi tarbiyaga bog'liq deb o'ylayman. Oilada tarbiyaga bog'liq. Lekin o'ynamaydigan odamga men aytsam ham, siz aytsangiz ham, siz bilan bizdan katta blogerlar reklama qilsa ham qimorni telefonga nastroyka qilib olib borib qo'liga bersa ham o'ynamaydigani, tarbiyasi go'zal bola, go'zal inson o'ynamaydi. Bor narsada bu. Bizga ham kecha yozishdi, vahima qilishdi, hojati yo'q, katta pul taklif qilishdi. Men rad qildim emas, unaqa vahimani keragi yo'q. Prosta yozishdi, shunaqa taklif qilamiz, xohlasang, kontrakt qilamiz, reklama qilasan, pulingni to'laymiz deyishdi. Men aytdim-da keyin, men reklama qilamanmi, qilmaymanmi? O'ynamaydigani o'ynamaydi. Baylab qo'liga telefon tutqisini. O'ynaydigani sen aytasanmi, men aytamanmi, qaytaramanmi, o'yna oladi. Shunga birinchi o'rinda farzandlarimizga chiroyli tarbiyani berib, halol yedirib ichirsak, xudo xolasa inshaalloh go'zal bo'ladi. Bilaman sizda ham bunaqa tanishlaringiz ham yo'q, qimor o'ynaydigan, bunaqa narsadan ancha yiroqsiz akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizlarni ehtiyot qilib, bunaqa harom ishlardan hammamiz uzoq yuraylik.